Assalomu alaykum liderlar. Sog' salomatmisizlar? Bugungi JLC konferensiyasi bo'layotgan mehmonxonaning tashqi ko'rinishini ko'rsatmoqchiman. Mana shu mehmonxona 125 etajdan iborat. Sinal Hotel. Va bu otelda eng arzon xona $600 ekan. Bizda turadigan xona где-то sutkasi $1000 atrofida ekan. Shunaqa informatsiya berishdi. Men o'zi ko'p negativ gaplarga yoki yolg'on gaplarga e'tibor bermasdim. Bugun shu video qilishga qaror qildim. Mehmonxonani qaranglar, chiroyligini. Vobshe osmono'par binoda. Kompaniya bankrot bo'lyapti, kompaniya yopilyapti. Xullas qilib mana shunaqa gaplar, chunki bizning strukturamizdagi liderlar mana shunaqa deyishyapti. Shunaqa xabarlar tarqalib Shuhrat aka, nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz qanaqa deyapti. Men shu uchun video qilishga qaror qildim. O'zi negativ gaplarga, bunaqa yolg'on xabarlarga o'zi men unchalik ham ahamiyat bermasdim. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi kunda mana shu mehmonxonada bo'layotgan konferensiya Koreyada, Seulda. Endi mana shu qo'shtirnoq ichidagi liderlar bor, yolg'on xabar tarqatib, o'zining komandasiga boshqa komandadagi insonlarni chaqirib, o'shalardan daromad olmoqchida. O'zi bizani kompaniyada ishlash maqsadimiz ham daromad olish. Lekin daromad olishda biza boshqa yo'lni tanlaymiz. Yangi insonni chaqiramiz, unga o'rgatamiz, kompaniyadan olinadigan foyda, ma'lumotlarni beramiz, o'qitamiz, komanda qilishga yordam beramiz va komandasini yetaklashga o'z hissamizni qo'shamiz va o'stiramiz. Mana shunaqangi o'stirgan biza liderlarimizni boshqa kompaniyada ishlaydigan liderlardir yoki menejerlardir, o'sha yo'ldan urishga harakat qilyapti. Sababi ular ham o'zining daromadini oshirmoqchi. Lekin o'rtoq liderlar, o'sha qo'shtirnoq ichidagi o'ylab ko'ringlarchi, agar sizlar tayyor oshga egalik qilmoqchi bo'lyapsizlar-da, tayyor oshga, lekin bu halolmi? Chunki u o'sha komandaga yoki o'sha menejerga, o'sha novichokkadir, bir o'zidir. Lekin o'shanga sponsor qancha vaqtini ajratgan, qancha bilimini ajratgan, qancha kuchini ketkizgan, uni komanda qilishga, o'sha kompaniya mahsulotlarini tanishtirishga, qanday qilib to'g'ri komanda tuzishga, tushunyapsizlarmi? Qanday qilib o'sha kompaniyalardan har xil daromadlarni olishga, sayohatlarga borishga. Endi bitta sizlarga savol. O'zbekistonda qaysi kompaniya mana shunaqangi masshtabli konferensiya o'tkaza oladi? Bu birinchi savolim. O'zbekiston ichida emas, men chet el nazarda tutyapman. Ikkinchisi, bugungi kunda biza 65 ta davlatdan 15 top 15 qatnashyapti bugun konferensiyada, JLC'da va har bir kishi o'zi bilan birga 4 kishini mana shu konferensiyaga olib kelgan. Ya'ni где-то 60 dan yuqori insonlar bor mana shu yerda. 60 dan ortiq oila a'zolarini olib kelgan, kimdir liderlarni olib kelgan va hokazo. Va mana shu gostinitsada hammasi ni joylashtirgan. Va bu gostinitsalar faqat kelib kompaniya joylashtirmaydi. Bu gostinitsaga kelib Oriflame kompaniyasining yangi chiqayotgan mahsulotlardan beradi. Tur tashkil qiladi. Zavtrak, obed, ujin va hokazo. Mana shular hammasini kompaniya o'z bo'yniga oladi. Endi qaysi kompaniya, menga aytib o'tinglarchi, qaysi kompaniya mana shunaqangi masshtabli konferensiya qilgan va oxirgi marta qachon qilgan? Lekin Oriflame kompaniyasi yillar davomida, men aniq vaqtini ayta olmayman, o'z kompaniya 67-yilda tashkil topgan bo'lsa, yillar davomida mana shunaqangi konferensiyalarni o'tkazib kelyapti. Yillar davomida. Endi har bir biznesda yuqoriga chiqish cho'qqisi, ya'ni tovar oboroti va tovar oboroti o'rtacha bo'lish vaqtlari bor o'zi. Bu har bir kompaniyada bor. Ya'ni o'sish, normallashish, yana o'sish, yana normallashish, bu hammada bor. Chunki o'zimizni bugungi kunda O'zbekistondagi barcha savdo sotiq insonlarda ham savdo past. Lekin mana shundan, shu vaziyatdan foydalanib boshqa kompaniyada o'sha ishlayotgan insonlarni yo'ldan urish, bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysizlar? Bu qanchalik insofli bu? Agar siz
o'z daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, o'z komandangizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, o'z komandangizda yangi liderlarni o'stirmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingizning kuchingizga, o'zingizning harakatingizga, o'zingizning bilimingizga ishonishingiz kerak va shunga qarab harakat qilishingiz kerak. Sababi O'zbekistonda bugungi kunda aholimiz soni 40 millionga yetdi. Bu oson yoki og'zini bir chetdan chiqib ketadigan raqam bo'lishi mumkin, lekin bu 40 million aholining ichida qanchadan qancha insonlarni sizlar o'zini daromadli qilishlaringiz mumkin. Ular xohlagan daromadni olishi mumkin. Ular xohlagan komandani qilishi mumkin. Ular xohlagan shaharga, o'sha konferensiyaga qatnashishi mumkin. Va mana shulardan izlanglar, maslahatim. Birovni tayyor pishirgan oshiga hech qachon egalik qilmanglar. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bugun biznesingizni yolg'ondan boshlar ekansiz, bu biznes oxirigacha yolg'on bo'lib davom etadi va bir kun kelib haqiqat yuzaga chiqadi. O'shanda siz uyalib qolasiz. Kompaniya bir yilda 4 marotaba konferensiyasi bor. Ya'ni menejerlar uchun, ya'ni yangi kelgan insonlar va o'sha menejer maqomiga ega bo'lib, o'shani 4 ta katalog davomida bajargan kompaniyaning shartlarini va menejer sayohati, bu ham chet elda bo'ladi. Zolotoy konferensiya, yaqindan Xudo xolasa Parijga ketamiz inshaalloh. Brilliantli исполнительный konferensiya, GLC konferensiyalari bor. Qaysi kompaniyada bunaqa konferensiyalar bor? Qaysi kompaniya ham daromad beradi, ham sovg'a beradi, ham chet elga olib boradi, ham sizni o'sha chet elga borayotgan vaqtingizda o'sha posolstvoga barcha xarajatlarni to'laydi. Qaysi kompaniya bor? Bunaqa kompaniya bormi? Men Ariflem maqtamoqchi emasman, lekin Ariflem bugungi kunda insonlarni ishonchini qozongan kompaniya deb yaqqol ayta olaman. Shu uchun liderlar o'zlaringiz kuchlaringizga ishonib, o'z bizneslaringizni rivojlantirishga harakat qilinglar. Birovni oshiga sherik bo'lmanglar hech qachon. Hamma narsada zang bor. Qalbning zangi esa bu nafsdir. Nafsni jilovlab olish o'z qo'llaringizda.